Bugun men qariyalar qo'shimchasi oshgani avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki nafaqasiga qo'shimcha ravishda 2 million so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida juda muhim ma'lumot beraman. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas. Balki ota-onasi, buvisi, bobosi, nogironligi bo'lgan qarindoshi yoki parvarishga muhtoj yaqini bor har bir oila uchun kerak. Chunki ko'p odamlar o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun olmay yuradi. Ayrimlar hujjat topshirmaydi. Ayrimlar noto'g'ri tushunadi. Ayrimlar esa menga baribir berishmaydi deb o'ylab, umuman murojaat qilmaydi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda 1,1 million so'm atrofidagi qo'shimcha chiqadi? Qaysi holatlarda esa chiqmaydi? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat topshirish, doimiy yashash manzili. Parvarish masalasi va bir nechta to'lovni bir vaqtda olishda bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam oilasining haqqini himoya qiladi. Avval ko'pchilik pensiya yoki nafaqa deganda faqat bitta asosiy to'lovni tushunardi. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi. Har oy kartasiga belgilangan summa tushadi va shu bilan hammasi tugaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim toifadagi fuqarolarga asosiy pensiyadan tashqari ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar va parvarish bilan bog'liq pullar ham belgilanishi mumkin. Mana shu joyda ko'p odam adashadi. Pensiya jamg'armasi yoki mahalla bir narsani avtomatik ko'rib chiqadi. Lekin ayrim holatlarda fuqaroning o'zi murojaat qilishi, hujjatlarni yangilashi, tibbiy xulosani olib borishi yoki oilaviy sharoitini tasdiqlash kerak bo'ladi. Oldin tartibda odamlar ko'pincha kechroq qo'shimcha olgan, ayrimlar esa umuman olmagan. Chunki toifa aniq kiritilmagan, nogironlik guruhi qayta ko'rib chiqilmagan. Parvarish qiluvchi shaxs ko'rsatilmagan yoki pensioner yolg'iz yashashi rasmiy ma'lumotlarda aks etmagan. Endi esa qariyalar va parvarishga muhtoj insonlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar ko'paygani. Ayrim toifalarda ustama miqdori sezilarli oshgani sababli avgust oyida ayrim fuqarolarga oldingi oylar bilan solishtirganda ancha katta farq tushishi mumkin. Bu yerda juda muhim narsani aytaman. Hamma pensiyani avtomatik tarzda 5 million so'm qo'shimcha oladi degan gap noto'g'ri. Bu pul aniq toifa, aniq shart va aniq hujjatga bog'liq. Kimdir 20 million so'mga yaqin qo'shimcha olishi mumkin, kimdir undan kam oladi, kimdir esa umuman olmaydi. Shuning uchun men hozir buni bosqichma-bosqich ochib beraman. Birinchi navbatda qo'shimcha kimlarga tegishi mumkinligini tushunib olaylik. Odatda bunday oshirilgan qo'shimchalar yoshi katta, yolg'iz yashovchi, o'zi parvarish qila olmaydigan, nogironligi bo'lgan, doimiy yordamga muhtoj yoki ijtimoiy himoya ro'yxatida turgan fuqarolarga aloqador bo'ladi. Masalan, taksini yoshdan oshgan keksalar, guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar, o'zgalar parvarishiga muhtoj deb topilgan shaxslar, yolg'iz qariyalar, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan ayrim toifalar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 2 yoshli onaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi deylik 20 million 400 ming so'm. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa hududda, o'zi esa yurishi qiyin, shifokor nazoratida. Agar uning holati rasmiy ravishda o'zgalar parvarishiga muhtoj deb tasdiqlangan bo'lsa, unga asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Agar avval bu qo'shimcha past bo'lgan bo'lsa, avgustdan oshgan miqdor bilan kartasiga oldingidan ko'proq pul tushadi. Mana shunday holatda odamlar nega qo'shimcha tushdi deb hayron bo'lishadi. Sabab shundaki, u oddiy pensiya oshishi emas, balki qo'shimcha yoki ustama bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandda 7-6 yoshli otaxon bor. U pensiya oladi, lekin o'g'li bilan bir uyda yashaydi. Sog'lig'i nisbatan yaxshi, tibbiy xulosada doimiy parvarishga muhtoj deb yozilmagan. U ham qariya, u ham pensiya oluvchi. Lekin avtomatik 20 million so'm qo'shimcha olishi shart emas. Chunki bu qo'shimcha odatda faqat yoshga qarab emas, balki ehtiyoj hujjat, toifa va qonuniy mezonga qarab beriladi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan fikr har doim to'g'ri bo'lavermaydi. Uchinchi misol, Andijonda guruh nogironligi bo'lgan 68 yoshli ayol bor. U pensiya oladi, lekin o'ziga mustaqil xizmat qila olmaydi. Agar u tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy xulosalar asosida doimiy parvarishga muhtoj deb tan olingan bo'lsa, qo'shimcha to'lov uchun asos paydo bo'ladi. Bu yerda yosh shaxmdidan oshmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin nogironlik va parvarish ehtiyoji asosiy rol o'ynaydi.
Demak, qo'shimcha faqat sendin yoshdan oshganlarga degan to'g'ri tushuncha ham noto'g'ri. Ayrim holatlarda yoshdan ko'ra sog'liq holati muhimroq bo'ladi. 4-misol. Farg'onada tekib to'y yoshli pensioner bor, lekin u farzandlari bilan yashaydi. Farzandlari uni boqadi. Uyda doimiy qarov bor. U baribir ayrim yosh bo'yicha ustamalarga ega bo'lishi mumkin. Lekin yolg'iz qariya sifatidagi ijtimoiy yordam yoki parvarish to'lovi unga avtomatik berilmasligi mumkin. Chunki yolg'iz qariya degan maqom rasmiy ma'lumot bilan tasdiqlanadi. Odamning o'zi men yolg'izman deyishi yetmaydi. Doimiy ro'yxatda kimlar turibdi? Farzandlar bormi? Qarovchisi bormi? Mahalla davlatnomasi bormi? Shu narsalar ko'riladi. Endi 1,1 million so'm masalasiga kelaman. Avgust oyida ko'p odam aynan shu raqamni eshitib, hamma qariyalarga 5 million berilar ekan deb tushunib qolmoqda. Men buni aniq ajratib beraman. 1 million so'm ba'zi holatda qo'shimcha to'lovning yangi miqdori bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda 2 oy yoki bir necha oy uchun qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda esa asosiy pensiya, ustama va kompensatsiyalar qo'shilganda umumiy oshgan qism shunga yaqinlashishi mumkin. Ya'ni kartaga 1 million so'm ortiqcha tutsa ham, bu har doim bitta nomdagi yangi nafaqa degani emas. Masalan, odam inoydan boshlab parvarish qo'shimchasiga haqli bo'lgan, lekin hujjati iyul oxirida tasdiqlangan. Avgustda unga avgust oyining o'zi uchun ham, oldingi davr uchun ham farq hisoblab berilishi mumkin. Shunda kartaga kutilgandan kattaroq summa tushadi. Ko'pchilik buni avgustda hammaga beriladigan pul deb tarqatadi. Aslida esa bu aniq bir fuqaroning hujjati qachon tasdiqlangani va to'lov qaysi kundan boshlab belgilanganiga bog'liq. Yana bir misol. Pensionerning asosiy pensiyasi 1 million 600 ming so'm edi. Unga ma'lum toifadagi ustama parvarish uchun qo'shimcha va avvalgi oylar farqi qo'shildi. Natijada avgustda 3 million so'mdan ko'proq pul tushdi. Oila a'zolari pensiya 2 barobar oshib deb o'ylaydi. Lekin keyingi oyda summa yana kamayishi mumkin. Chunki bir martalik qayta hisoblangan farq tugagan bo'ladi. Shuning uchun kartaga tushgan bir oylik katta pulni doimiy oylik to'lov deb qabul qilish xato. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda uyda parvarishga muhtoj qariya bo'lsa, lekin hech qanday qo'shimcha olmayotgan bo'lsa. Ikkinchidan, o'sha yoshdan oshgan ota-onangiz yoki bobo-buyingiz bo'lsa, lekin ularning pensiya hujjatlari anchadan beri yangilanmagan bo'lsa. Uchinchidan, guru nogironligi bor, lekin parvarish masalasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa. To'rtinchidan, qariya yolg'iz yashasa, lekin mahalla yoki ijtimoiy himoya ro'yxatlarida uning holati aniq ko'rsatilmagan bo'lsa. Bunday holatlarda tekshirish kerak. Pul chiqishi aniq demayman, lekin tekshirmaslik oila uchun zarar bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar pensioner oddiy yoshga doir pensiya oluvchi bo'lsa, sog'lig'i o'zini o'zi ta'minlashga yetarli bo'lsa, doimiy parvarishga muhtoj emas deb hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha to'yfa yo'q bo'lsa, u holda aynan 1 million so'mlik qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Bu odam pensiya oshishi, indeksatsiya yoki umumiy qayta hisob kitoblardan foydalanishi mumkin. Lekin maxsus qo'shimcha unga tegishli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik masala ro'yxatda turish. Ba'zi oilalar qariyani boshqa joyda yashatadi, lekin doimiy ro'yxati eski manzilda qolgan bo'ladi. Masalan, onaxon qizining uyida yashaydi, lekin pasport bo'yicha boshqa tumanda ro'yxatda. Mahalla dalolatnomasi bir joydan, tibbiy hujjat boshqa joydan, pensiya ishi esa yana boshqa bo'limda bo'lishi mumkin. Bunday chalkashlik to'lovni kechiktiradi. Rasmiy tizimda manzil va holat mos kelmasa, mutaxassislar qo'shimcha hujjat so'raydi. Ikkinchi nozik masala parvarish qiluvchi shaxs. Agar qariyaga qarovchi borligi rasmiylashtirilsa, uning kimligi muhim. Ba'zi holatda qarovchi ishlamayotgan bo'lishi, boshqa to'lov olmasligi yoki aynan shu shaxsga biriktirilgan bo'lishi talab qilinadi. Masalan, nabira buvisiga qarayapti, lekin o'zi rasmiy ishda ishlaydi. Yoki qiz onasiga qarayapti, lekin boshqa hududda ro'yxatda. Bunday vaziyatlarda men qarayman deyish yetmaydi. Huquqiy mezonlar bo'ladi. Shuning uchun oldindan pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organidan aniq so'rash kerak. Uchinchi nozik masala bir nechta to'lovni bir vaqtda olish. Ayrim qo'shimchalar bir-birini istisno qiladi. Ya'ni fuqaro bir toifa bo'yicha ustama olsa, boshqa shunga o'xshash yordamni olishga haqli bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir xil maqsadga qaratilgan ikki xil parvarish to'lovi bir vaqtda berilmasligi ehtimoli bor. Shu sababli hammasini yig'ib olaman degan hisob doim ham to'g'ri chiqmaydi. Har bir to'lovning maqsadi
manbasi va sharti alohida tekshiriladi. 4-nozik masala tibbiy xulosa muddati. Nogironlik yoki parvarishga muhtojlik muddatsiz bo'lishi mumkin. Ayrimlarda esa muddatli belgilanadi. Agar hujjatning muddati tugagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ko'p oilalar aynan shu joyda yutqazadi. Oldin bor edi-ku deb yuraveradi, lekin tizimda muddat tugagan bo'ladi. Shuning uchun tibbiy xulosa, nogironlik guvohnomasi, ekspertiza qarori va ularning amal qilish muddatini tekshirib chiqish kerak. 5-nozik masala pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlar shartlari bir xil emas. Masalan, bir odam pensiya oladi, boshqa odam esa ijtimoiy nafaqa oladi. Ikkalasi ham keksaygan bo'lishi mumkin. Lekin qo'shimcha hisoblash tartibi farq qiladi. Shuning uchun qo'shningiz bilan o'zingizni solishtirganda faqat yoshga qaramang. Pensiya turi, ish staji, nogironlik guruhi, oilaviy holat, yashash sharoiti ham hisobga olinadi. 6-nozik masala pul kartaga tushdi, lekin izoh tushunarsiz. Ba'zan bank ilovasida faqat pensiya yoki ijtimoiy to'lov deb ko'rinadi. Odam nimaga qancha tushganini bilmaydi. Bunday paytda taxmin qilish emas, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasini yoki to'lov tafsilotini so'rash kerak. Qaysi oy uchun qancha, qaysi ustama qaysi farq, qaysi kompensatsiya ekanini bilsangiz, keyingi oyda nima kutishni ham tushunasiz. 7-nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarda aliment, kredit, sud ijro hujjati yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shunda qo'shimcha hisoblangan bo'lsa ham kartaga to'liq tushmasligi mumkin. Oila nega kam tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab esa to'lov hisoblangan, lekin uning bir qismi qonuniy tartibda ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Buni ham alohida aniqlash kerak. 8-nozik masala vafot etgan pensioner uchun to'lov. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etgandan keyin avgustda kartaga pul tushishi yoki tushmasligi bo'yicha savollar bo'ladi. Bu juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladigan masala. Vafot sanasi, to'lov davri, daf puli, olinmay qolgan pensiya, merosxo'rlar hujjati alohida tartibda ko'riladi. Bunday pulni o'zboshimchalik bilan yechib olish keyin muammo keltirishi mumkin. Eng to'g'risi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qaysi summa qonuniy olinishi mumkinligini yozma yoki rasmiy tushuntirish asosida aniqlash. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, qariyangizning to'lov turini aniqlang. U yoshga doir pensiya oladimi, nogironlik pensiyasi oladimi, ijtimoiy nafaqa oladimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Buni pensionerning pensiya guvohnomasi, bankdagi tushum ma'lumoti yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali bilish mumkin. Ikkinchi qadam, yosh, nogironlik va parvarishni tekshiring. Agar fuqaro taqvosini yoshdan oshgan bo'lsa, bir guruh nogironligi bo'lsa, o'zi mustaqil yurishi, ovqatlanishi, dori ichishi, hujjat ishlari bilan shug'ullanishi qiyin bo'lsa, bu oddiy oilaviy muammo emas, rasmiy ijtimoiy himoya masalasi bo'lishi mumkin. Shifokorga murojaat qiling, tibbiy xulosa oling, zarur bo'lsa tibbiy ekspertizadan o'tish tartibini so'rang. 3-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim orqali qariyaning yolg'izligi, parvarishga muhtojligi, yashash sharoiti bo'yicha dalolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kimga murojaat qildingiz, qaysi hujjat kerak deyishdi, qachon kelish kerak, buni yozib oling. Chunki hujjat yig'ishda mayda tafsilotlar katta vaqtni oladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjat. Tibbiy xulosa, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, mahalla dalolatnomasi, bank karta ma'lumotlari, qarovchi shaxs bo'lsa, uning hujjatlari so'ralishi mumkin. Hudud va holatga qarab ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'zingizning tumaningizdagi mas'ul organdan aniq ro'yxat olish. 5-qadam, ariza yozishda talabni aniq yozing. Masalan, falonchi fuqaroning yoshi, sog'lig'i va parvarishga muhtojligi sababli unga tegishli qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va kompensatsiyalarni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman mazmunida murojaat qilish mumkin. Agar siz qaysi to'lov nomi kerakligini bilmasangiz, menga 1-2 million bering deb yozmang. Chunki bunday yozuv huquqiy jihatdan noaniq. To'g'risi amaldagi qonunchilikka muvofiq tegishli to'lovlarni aniqlab, qayta hisob-kitob qilish deb so'rash. 6-qadam, javobni og'zaki emas. Imkon qadar yozma yoki elektron shaklda oling. Agar to'lov rad etilsa, sababini so'rang. Sizga tegmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Nega tegmaydi?
yosh yetmaydimi? Nogironlik guruhi mos emasmi? Parvarish xulosasi yo'qmi? Ro'yxatdagi manzil mos emasmi? Boshqa to'lov olayotgani uchunmi? Sabab aniq bo'lsa uni tuzatish mumkin. Sabab noaniq bo'lsa odam yillar davomida eshikma-eshik yuraveradi. 7-qadam avgust oyida tushgan pulni tekshiring. Agar odatdagidan ko'p tusa, uni darhol doimiy oshgan pensiya deb hisoblamang. Pensiya jamg'armasidan yoki bank ma'lumotidan to'lov tafsilotini bilib oling. Qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha, qaysi qismi oldingi oylar farqi ekanini aniqlang. Bu oilaviy budjet uchun ham muhim. Chunki agar bu bir martalik farq bo'lsa, keyingi oyda shu summa qaytalanmasligi mumkin. 8-qadam hujjatlarni nusxa qilib saqlang. Ariza, tibbiy xulosa, mahalla dalolatnomasi, nogironlik hujjati, javob xati, bank tushumlari hammasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda suratga olib qo'ying. Chunki keyin qayta hisob-kitob, shikoyat yoki tekshiruv kerak bo'lsa. Aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. 9-qadam, agar rad javobi asossiz ko'rinsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa, tegishli vazirlik yoki virtual qabulxona orqali murojaat qilish mumkin. Lekin murojaatda hissiyot emas, fakt yozing. Pensionerning yoshi, pensiya turi, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa sanasi, ariza topshirilgan sana, rad javobi sababi va nima so'rayotganingiz aniq bo'lsin. Men yana bir muhim ogohlantirish beraman. Internetda hamma qariyaga ilgir o'ymo million tarqatiladi. Faqat pasport bilan boring. Bugun bormasangiz pul kuyadi degan gaplar ko'p tarqaladi. Bunday xabarlarga ehtiyot bo'ling. Haqiqiy to'lovlar har doim qonuniy mezon, rasmiy tartib va hujjat asosida beriladi. Agar kimdir sizdan pul chiqarib beraman deb xizmat haqi so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. Davlat to'lovlari uchun rasmiy murojaat yo'llari bor. Vositachiga pul berish shart emas. Ayniqsa qariyalar nomidan karta, PIN kod, SMS kod yoki shaxsiy ma'lumotlarni begona odamlarga bermang. Demak, avgust oyida 1 million so'm atrofidagi qo'shimcha pulni hamma pensioner emas, balki aniq shartlarga mos keladigan qariyalar, parvarishga muhtoj fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki tegishli ijtimoiy toifadagi odamlar olishi mumkin. Kimdir bu pulni doimiy qo'shimcha sifatida oladi, kimdir oldingi oylar uchun qayta hisoblangan farq sifatida oladi, kimdir esa umuman olmasligi mumkin. Eng muhim narsa taxmin bilan yurmaslik, hujjatlarni tekshirish va rasmiy joydan aniq javob olish. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangiz, bu bobongiz yoki qarindoshingizning pensiya holatini tekshirib ko'ring. Yoshi nechida? Qanday pensiya oladi? Nogironlik hujjati bormi? Parvarishga muhtojligi tasdiqlanganmi? Mahalla ro'yxatida qanday turibdi? Avgustdagi to'lov tafsiloti qanday? Shu savollarga javob topsangiz, ko'p narsa oydinlashadi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda avgust oyida qariyalarga qo'shimcha pul tushdimi? Qancha tushdi? Pensiya jamg'armasi qanday tushuntirish berdi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, qo'shimcha to'lovlar va oddiy odamlar bilishi kerak bo'lgan ijtimoiy himoya masalalarini aniq misollar bilan tushuntirib boraman.